Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Men Termiz davlat pedagogika instituti maktabgacha ta'lim kafedrasi o'qituvchisi G'aniyeva Sayyoraman. Bugun ushbu video darsim orqali sizlar bilan bolalar nutqida grammatik xatoliklarni tuzatish mavzusidagi bir qancha ilmiy ma'lumotlar bilan tanishtirib o'tmoqchiman. Bolalar nutqidagi grammatik xatoliklar bu til o'rganish jarayonining tabiiy bir qismi hisoblanadi. Ushbu video darsimiz ota-onalar va pedagoglar uchun xatoliklarni samarali aniqlash, tuzatish, to'g'ri tushuntirish, to'g'ri usullar bilan tuzatishga yo'naltirilgan bir qancha amaliy ko'rsatmalar bilan tanishtirib boradi. Grammatik xatoliklar o'zi nima degan savolga javob topamiz. Grammatik xatoliklar bolaning ona tili yoki o'rganilayotgan tilidagi qoidalarga mos kelmaydigan bir qancha nutq shakllari hisoblanadi. Bu xatoliklar til rivojlanishining muqarrar muhim bosqichidir. Xatoliklar turlari: kelishik qo'shimchalarni noto'g'ri qo'llash, fe'l zamonlarini aralashtirib yuborish, so'z tartibini buzish, ko'plik shakllarini noto'g'ri hosil qilish, bog'lovchilarni o'tkazib yuborish bu grammatik xatoliklar sirasiga kiradi. Xatoliklarning asosiy sabablari: kognitiv rivojlanish, nutq muhiti, o'qish tajribasi, amaliyotning yetishmasligi. Endi kognitiv rivojlanish haqida ma'lumot berib o'taman. Kognitiv rivojlanish bola miyasi hali to'liq shakllanmagan bo'lib, murakkab grammatik tuzilmalarni qayta ishlashda qiyinchilik sezadi. Nutq muhiti: atrofdagi kattalar va tengdoshlarning nutq madaniyati bolaning grammatik ko'nikmalariga bevosita ta'sir ko'rsatadi. O'qish tajribasi: kitob o'qish, yozma matnlar bilan muloqot grammatik tuzilmalarni mustahkamlashda muhim rol o'ynaydi. Amaliyot yetishmasligi: jonli muloqot va amaliy mashqlar bo'lmasa, o'rganilgan qoidalar mustahkamlanmay qoladi. Yoshga ko'ra rivojlanish bosqichlari: 2-3 yosh oddiy jumlalar ko'p xatoliklarni tabiiy hisoblaydi. 2-4-5 yosh murakkab jumlalar paydo bo'ladi, kelishik xatoliklar kuzatiladi. Va 6-7 yosh maktab ta'siri kuchayadi, yozma nutq rivojlanadi. 8-10 yosh grammatik tuzilmalar mustahkamlanadi, xatoliklar kamayadi. Har bir bola o'z suratida rivojlanadi. Yuqoridagi bosqichlar taxminiy bo'lib, individual farqlar bu norma hisoblanadi. Agar bola o'z yoshiga mos bosqichdan ortda qolayotgan bo'lsa, bu sezilarli darajada bo'lsa, mutaxassisga murojaat qilish tavsiya etiladi. To'g'ri tuzatish usullari: qayta ifodalash. Bola xato gapirganda uni to'g'ri shaklda takrorlang. Masalan, bola "men ketdim ertaga" desa, siz "ha, sen ertaga ketasan" deb javob bering. Kengaytirish usuli: bolaning gapini to'g'ri grammatik shaklda kengaytiring va boyiting. Bu usul bolani xato qilganini his qildirmaydi. Savol berish orqali yo'naltirish: siz nima demoqchi edingiz yoki bu gap to'g'rimi kabi savollar bilan bolani o'z xatosini o'zi topishga undang. Va siz qilmaydigan jiddiy xatolar bor va bu xatolarning birinchisi ochiq tanqid. Bolani jamoat oldida xato uchun uyaltirish o'z-o'ziga ishonchni kamaytiradi, ya'ni yo'q qiladi. Haddan ziyod uni to'g'ri nimasini tuzatib borish, xatoliklarni tuzatish. Har bir xatoni tuzatish bola nutqdan qo'rqish hissini paydo qiladi. E'tiborsizlik: xatoliklarni butunlay e'tiborsiz qoldirish ham rivojlanishga to'sqinlik qiladi. Eslab qoling, maqsad bolani hijolat qilish emas, balki unga to'g'ri nutq namunasini ko'rsatishdir. Ijobiy muhit grammatik rivojlanishning eng yaxshi sharti hisoblanadi. Ota-onalar uchun mashqlar: hikoya aytish. Har kuni kechqurun bolaga hikoya aytib bering yoki birgalikda o'qing. Bu grammatik tuzilmalarni tabiiy o'zlashtirishga yordam beradi. So'z o'yinlari: grammatik shakllarni o'yinlar orqali o'rgatish eng samarali usullardan biri hisoblanadi. Jumlalar tuzish, so'z zanjiri kabi o'yinlar juda ham foydali va samaralidir. Rasm tasvirlash: boladan rasmni tasvirlab berishni so'rang.
Bu uning jumlalar tuzish va grammatik shakllardan foydalanish ko'nikmalarini shakllantirib boradi. Maktabda tuzatish strategiyasi haqida ma'lumot berib o'taman. Birinchi strategiyamiz xatoliklarni kuzatib borish. O'qituvchi har bir o'quvchining tipik xatoliklarini qayd etib, individual yondashuv ishlab chiqadi. Ikkinchi strategiyamiz guruhli mashqlar. Dialoglar, rolli o'yinlar, guruhli muhokamalar orqali grammatik tuzilmalarni amalda mustahkamlash. Uchinchi strategiyamiz ijobiy mustahkamlash. To'g'ri javobni rag'batlantirish va muvaffaqiyatlarni nishonlash o'quvchi motivatsiyasini oshiradi. To'rtinchi strategiyamiz ota-onalar bilan hamkorlik. Maktab va oila o'rtasidagi muloqot bolaning grammatik rivojlanishini tezlashtiradi. Mutaxassisga murojaat qilish vaqti. Ba'zi hollarda grammatik qiyinchiliklar chuqurroq muammolarning belgisi bo'lishi mumkin. Quyidagi holatlarda nutq terapevti yoki logopedga murojaat qilish tavsiya etiladi. Bola 3 yoshda hali oddiy jumlalar tuza olmasa. Ikkinchisi, xatoliklar yosh o'tishi bilan kamaymasa, ko'paysa. Uchinchisi, bola nutqdan qochib, muloqotdan bosh tortsa. To'rtinchisi, tengdoshlar bilan muloqotda doimiy qiyinchilik sezsa. Erta aralashuv muhim. Tadqiqotchilar shuni ko'rsatadiki, nutq muammolari qanchalik erta aniqlanib tuzatilsa, natija shunchalik yaxshi bo'ladi. Kechiktirmang, mutaxassis maslahati hech qachon ortiqcha emas. Xulosa qismiga o'tamiz. Sabr va izchillik bilan muvaffaqiyatga erishamiz. Tabiiy jarayon, xatoliklar rivojlanishning belgisi. Nafrat emas, to'g'ri usul, qayta ifodalash va kengaytirish eng samarali yondashuv. Hamkorlik, oila va maktab birgalikda ishlasa, natija 2 barobar yaxshi bo'ladi. Erta aralashuv, muammolarni erta aniqlash uzoq muddat muvaffaqiyat kaliti hisoblanadi. Sizga aytib bermoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Ko'rishguncha sog' bo'ling.